Assalomu alaykum. 5-kun do'stlarim bugun. Bugun tong sahar uyg'ondim. Mana soat 4:30. Havo judayam chiroyli, tiniq. Bugun hammaga birinchi ish kuni dushanba. Muborak bo'lsin. Hammani haftasi yaxshi o'tsin. Men shu haftada juma kungacha haftam zo'r o'tadi. Shanba, yakshanba kuni zerikaman. Lekin bu hafta shanba, yakshanba kuni ham zerikmadim. Xudoga shukr. Judayam yaxshi o'tdi. Hammani kuni, haftasi, oylari ana shunaqa o'tsin, chiroyli o'tsin, fayzli, barakali bo'lsin. Tongda o'tirdimda videoga oldim. Osmonni videoga olsam, yulduzlar tushmas ekan. Hech men osmonda yulduzlarni videoga olmagan ekanman-da. Shetib shunaqa qilib bismillah deb tongda boshlab oldim. Hammaga xayrli tong, kunlaring yaxshi o'tsin, haftalaring yaxshi o'tsin. Hammaga butun dunyodagi bor yaxshi tilaklarimni tilayman. Havo bizda bugun mana shunaqa. Endi videoga olishlarni boshladim. Kun bo'yi biron nima qilsam, biron nima tayyorlasam, videoga olib, foydali maslahatlar olib qo'yaman. Men bilan birga qoling. Xudo xohlasa bugun bitta zo'r maska tayyorlashni ham o'rganib keldim kecha. Uni ham inshaalloh internetga qo'yaman bugun. Nasib qilsa, vaqtim bo'lsa, hammaga sog' salomat bo'linglar. Xayrli